Nukus shahrida Biznesni rivojlantirish banki aksiyadorlik tijorat banki tashabbusi bilan mehnat va samara shiori ostida xotin-qizlar forumi o'tkazildi. Tadbirda ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash va yangi biznes imkoniyatlarini yaratish masalalari muhokamalar markazida bo'ldi. Forumda hududda tadbirkorlik rivojiga mas'ul tashkilotlar rahbarlari, bank vakillari, tadbirkor va hunarmand ayollar o'z biznesini boshlash istagidagi xotin-qizlar hamda Yaponiyaning Yamagata universiteti vakillari ishtirok etdi. So'zga chiqqanlar Qoraqalpog'istonda ayollar tadbirkorligi uchun yaratilayotgan sharoitlar, davlat idoralari va tijorat banklari tomonidan ko'rsatilayotgan moliyaviy ko'makni yanada kengaytirish xususida fikr yuritishdi. Xususan, kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi doirasida joriy qilingan imtiyozli moliyaviy instrumentlar va biznesni qo'llab-quvvatlashga doir yangi tartib-tamoyillar haqida batafsil ma'lumot berildi. Mehnat va samara xotin-qizlar forumini boshladik. Forum natijasi Qoraqalpog'iston Respublikasida ayol tadbirkorlarimizni yanada tadbirkorliklarini rivojlantirish, moliyaviy savodxonliklariga oshirish, bankimiz tomonidan 18.866 nafar ayol tadbirkor ayollarga 920 milliarddan oshiq kreditlar ajratilgan bo'lib, hozirgi kunda ushbu tadbirkorlar ayollarimiz o'zlarini bizneslarini yo'lga qo'yib olishdi. Hozirgi kunda biz bu rejalarni yana ham 2025-yilda ko'proq tadbirkor ayollarga kreditlar ajratib, ularga jozibador bank xizmatlarini ko'rsatishni rejalashtirib olganmiz. Forumda Yamagata universiteti professorlari Biznesni rivojlantirish banki bilan tuzilgan hamkorlik kelishuviga asosan tadbirkorlikka o'qitish borasida amalga oshirilayotgan ishlar hamda biznesni rivojlantirishga oid Kaizen va Lean metodlari bo'yicha o'z tajribalari haqida so'zlab berishdi. で、カラカルパキスタンに来たのは今回で3回目ですね。 Bu Qoraqalpog'istonga 4-chi bor kelishim. Biznesni rivojlantirish banki bilan hamkorlikda tadbirkorlikka o'qitish, hududlardagi tadbirkorlarda samarali biznesni yuritish dunyoqarashini shakllantirishga harakat qilyapmiz. Tashriflarimiz davomida ko'plab korxonalarda bo'lib, Yaponiyaning ilg'or tajribalari asosida tadbirkorlarga tavsiyalar beryapmiz. Butun respublika miqyosida 24 ta tadbirkorni tanlab olib, avval O'zbekistonda, keyin Yaponiyada o'qitdik. Shuningdek, bank bilan birgalikda tadbirkorlikka o'qitish bo'yicha YouHop onlayn dasturini yaratdik. Har galgi tashrifimizda o'quvlarimizda qatnashgan tadbirkorlarning faoliyatida samaradorlik oshib borayotganini kuzatyapmiz. Forum Qoraqalpog'iston ayollari uchun biznesni rivojlantirish, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish va o'z g'oyalarini tatbiq etishda muhim platforma vazifasini bajardi. Biznesda yutuqlarga erishib kelayotgan tadbirkorlar o'z tajribasi bilan bo'lishdi. Bildirilgan fikrlar va tavsiyalar biznesga endigina qadam qo'yayotgan xotin-qizlar uchun o'ziga xos saboq va turtki bo'ldi. 2024-yili may oyida Biznesni rivojlantiruv bankidan 100 millionlik imtiyozli kredit aldim. Mening o vaqtga дейін o'zimning atelyem bor edi. Hamda men o kreditni olib atelyemda yanada kengaytdim. Жұмысқа qizlar oldim. Hamda hozirgi vaqtda o'quv kursini ochib, hayal qizlarimizda hunarli bo'luvi uchun ularni hozirgi vaqtda sol hunar bo'yicha o'qitib keltiribman. Shuningdek, forum doirasida bank moliyaviy ko'magida o'z biznesini yo'lga qo'ygan tadbirkor ayollarning mahsulotlari ko'rgazmasi tashkil etildi. Unda hunarmandchilik va ishlab chiqarish sohasida faoliyat olib borayotgan 30 ga yaqin ayol ishtirok etdi. Tadbir yakunida YouHop tadbirkorlikka o'qitish dasturining galdagi bitiruvchilariga sertifikatlar topshirildi.